2025 variantlar. Birinchi variant yechimlari. Sulfat ionining molar konsentratsiyasini o'zgarishi grafikda berilgan. Mana bu yerga e'tibor bersak, bu yerda X molarli turibdi. Bu magniy sulfat tarkibidagi sulfat ionining molar konsentratsiyasi. Alyumin sulfat qo'shilgandan keyin esa 0,84 ga yetgan. Aynan sulfat ionlari. Alyumin sulfatdan boshlaymiz. Alyumin sulfati molarligi 0,6 ekan. Proporsiyasiz olamiz. 1000 ml da 0,6 mol. Bu alyumin sulfat tuzi. Alyumin sulfatdan 200 ml eritmasi bor ekan. Bunga Y qo'ysak 0,12 mol. Alyumin sulfat tarkibida 3 ta sulfat borligi uchun dissotsiya qilganimizda 3 mol sulfat anioni chiqadi va 0,12 ni ko'paytirishimiz kerak 3 ga. Shunda 0,36 mol sulfat anioni bo'ladi. Zaryadini qo'ydik, 2 mana bu. Magniy sulfat tarkibida qancha borligini hozircha bilmaymiz. Ikkalasi aralashgandan keyin esa 0,84 ga yetgan. Eritmani hajmini hisoblaymiz. 300 ml magniy sulfat, 200 ml alyumin sulfat, jami 500 ml. Aralashgandan keyingi molarlikka e'tibor bersak 0,84. Demak, 1000 ml eritmada 0,84 mol sulfat ionlari bo'lgan. Anioni. Eritmamiz bizda 500 ml. Bunda qancha bo'ladi? Shuni hisoblashimiz kerak. 0,42 mol bo'ladi sulfat ionlari. Alyumin sulfat tarkibida 0,36 edi. Umumiy esa 0,42 bo'lyapti. Demak, ayirganimizda qolgani magniy sulfatga tegishli bo'ladi. Endi ayiramiz. 0,42 dan 0,36 ni ayirishimiz kerak. 0,06 ekan. 0,06 mol sulfat ionlari magniy sulfatga to'g'ri kelyapti. Magniy sulfat molarlik sulfat uchun berilgan bo'lsa, dissotsiya qilishimiz shart emas. 300 ml ekan hajmi. 300 ml eritmada sulfat ionlari 0,06 mol bo'lsa, molarlik topishimiz kerak. 1000 ml da qancha bo'ladi? Endi x qo'ysak bo'ladi. Aynan mana shu x ni qiymati chiqadi shunda. Buni hisoblashimiz kerak. 1000 ni ko'paytiramiz 0,06 ga, bo'lamiz 300 ga. 0,2 ekan. To'g'ri javob B varianti.